Mana Shuhrat kafe. Mana shu Shuhrat kafeni shunda yonidan kirganda Novostroyka 6 qavatlik binoni 3-qavatda chiqqan, hozir ichkaridan ham obzor qilamiz. Menga shunaqa moment juda ham ko'p bo'ladi. Uy sotilib bo'lgandan keyin 1 oydan keyin menga aloqaga chiqib, "Mana shu uy turibdi, men srochni borib olaman" dedilar. Yo'q, u uy 1 kun, 2 kunda sotilib ketadi, chunki men arzondan arzon narxga qo'yaman. 111 kvadratlik 3 xonalik polnotsenniy har bitta xonasiga terrazasi bor. 3-qavat zolotoy etajda joylashgan. 111 kvadrat, narxi 118 ming, yana savdosi ham bor. Bunaqangisi gapni to'g'risi topmaysiz, topolmaydi. Mana shu pirxoshga eshikdan kiraverish, to'g'rimizda zal bo'ladi. Masalan, chaqqon tez ko'rsataman. Zalni o'zi juda ham bahaybat, kamida 30 kvadrat chiqadi mana shu zal. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxni. Hamma ayollarimizni orzusidagidek kuxni. Hamma mebel texnikasi Hoffman turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Pastida yuvadigan apparatlargacha turibdi, sensorni vitishkasi ham bor. Ana endi bu xonani menga yoqqan tarafi razdelni bayna tualeti bo'ladi. Har bitta xonasiga batareyasi bor, даже baynasiga ham fortichka qilib qo'ygan akamiz. Dushovoy kabina qilgan, gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi bunisi esa alohida stashma, unitas, aristonigacha bor. Bu esa kattalar uchun yotoqxona. Mana shu hamma sharoit bor, terrazasi bor, konditsioner bor. Bunaqangisi Novostroykada juda ham kamdan kam 95% Novostroykada bittasi gluxoy tushadi. Bu esa detskiy bolalar xonasi, bunga ham terrazasi bor. 111 kvadrat, narxi esa 118 ming, yana ozgina savdosi ham bor.